Ba'zan odamlar bilan oxirgi marta ko'rishayotganimizni bilamizmi? Yo'q. Shuning uchun ayrim xayrlashuvlar oddiy ko'rinishi mumkin. Diyor va Sherzod haqida qisqacha hikoya aytib bersin. Diyor har doimgidek shoshilayotgan edi. Ish, telefon, rejalar. U uyidan bekatga bordi va u yerda uni eski qadrdon do'sti Sherzodni uchradi. Qalin salom alikdan so'ng Sherzod uni yaqin atrofdagi kafega taklif qildi va choy ichamizmi dedi. Diyor qo'l soatiga qarab, keyin do'stim, hozir vaqtim yo'q, shoshyapman deb javob berdi. Sherzod kulib, mayli, keyin deb qo'ydi. Shu keyin so'zi odamlar orasida eng noaniq bo'lgan va'dadir. Oradan 2 hafta o'tdi. Diyor telefoniga qaradi. Yangi xabar kelgan. Sherzod avtohalokatga uchrabdi. Buni eshitgan Diyor jim qoldi. Va Diyorning xayolida faqat bir narsa o'tardi. Choy ichamiz. Bilasanmi, eng og'ir narsa nima? Aytilmay qolgan gaplarmi? Yo'q. Ajratilmagan vaqt. Biz doim o'ylaymiz, keyin gaplashamiz, keyin uchrashamiz, keyin vaqt topamiz. Lekin hayotning eng katta siri har doim ham keyin bo'lavermaydi. Endi o'zingga savol berib ko'r. Sen ham kimnidir keyinga qoldirgansanmi? Bir kun kelib telefoning jiringlaydi va sen aynan bugungi shoshilinchdan afsuslanasan. Bugun vaqt top, chunki ba'zan bir piyola choy butun umrga yetadigan xotira bo'lib qoladi.